Abdul Muiz Hattob degan odam, ya'ni jahannamga o'tin bo'lgan ayollar nomli kitoblarini yozib, qaysi bir ayolni xulqa atvori Xudoning rahmatidan, jannatidan nasib qiladigan, Allohning jannatidan yiroqlashga sabab bo'ladigan, do'zaxdan nasibador bo'lishiga sabab bo'ladigan ayollarni toifasi qanaqaligi haqida alohida ma'lumot berib o'tibdilar. Birinchisi mutabarrija debdilar. Mutabarrija degan so'zning ma'nosi yasan tushanda haddidan oshib ketadigan ayollar. Alloh kalomi Qur'onda Sura Ahzobda marhamat qilib aytadiki, uylaringizda barqaror bo'linglar. Agar bir sabab bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsanglar, yasan tusan qilgan paytinglarda haddinglardan oshmasdan kiyinishni chegarasini bilib turib kiyininglar deb Alloh marhamat qiladi. Endi muhtaram birodarlar, bu oyatdagi ma'no yasan tusanda chegarani bilinglar deyishdan maqsad, ya'ni ikki yelka, ko'krak, sochlar, avrat bo'lgan joylarni bekilishi nazarda tutiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ayol kishi uchun yuzi bilan ikki kaftidan boshqa hamma a'zolari avrat degan ekanlar. Janob Rasulullohning huzurlariga Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari Hazrati Asmo onamiz kirgan paytlarida ustilaridagi libosga bir nazar solsalar, juda ham harir, yupqa bir matodan bo'lib, ichki ko'ylaklari ko'rinib turganligini ko'rganlaridan keyin Hazrati Asmo onamizga qarab turib aytdilarki, ey Hazrati Asmo, balog'atga yetgan har bir ayol kishi uchun yuzi bilan kaftidan boshqa, ikki kaftidan boshqa qolgan a'zolari avrat. Ustingga kiygan libosing o'zingga yarashadigan holatda tanangni bekitib turadigan holatda bo'lsin degan gapni sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Endi achchiq bo'lsa haqiqat, birodar bekitishni aybi yo'q. O'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar, hozirgi jamiyatimizda, hozirgi asrimizda erkaklarga qiyin bo'lib qolganligi, o'zini haqqa bekitishni bilmasligi, haqqa qarashni bilmasligi, ko'chaga chiqqan paytimizda, nazar solgan paytimizda juda ham haddan tashqari chegaradan o'tib ketgan holatda ochilib sochilib ketgan ayollarni bugungi kunda ko'payib qolganligi hammanglarga haqiqatligini o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida marhamat qilgan ekanlarki, qiyomatdan oldin qiyomatning alomatlari paydo bo'ladi. O'shanda qiyomatning alomatlaridan bittasi kiyim kiygan yalang'ochlar dunyoni yuzini ko'radi. Bunda qarasangiz ustida libosi bor, kiyimi bor, lekin yalang'ochdan farqi yo'q bo'lgan holat. Shunda qaragan paytda har bir joyi ochilib ketgan holatlar paydo bo'lishligi qiyomatdan oldin paydo bo'ladigan alomatlardan bittasi degan ekanlar. Shuning uchun kiyingan paytda haddiylarni bilib, chegaradan chiqmasdan, zeb ziynatni qilgan paytda chegaradan chiqmasdan kiyinishlik ayollarning zimmasidagi haq. Haddidan oshib ketadigan ayollarning ta'rifi mutabarrija deyilgan ekan. Endi muhtaram birodarlar, o'tmishda o'tgan salafi solihinlarning hayotiga bir nazar soladigan bo'lsak, o'zini iffati bilan, o'zini xulqa atvori bilan, kiygan libosi bilan odamlarga ibrat bo'ladigan ayollar bor. Ahli ilmlarimiz, ulamolarimiz shunday ta'rif beribdilarki, kiyinishda chegaradan chiqqan ayol ko'chada pashsha talab yotgan shirin mevaga o'xshaydi. Kiyinishda chegaradan chiqqan ayol pashsha talagan laziz bir mevaga o'xshaydi. Meva o'zi shirin, ko'chaga chiqqanda pashsha ham shirin narsaga qo'nadi. Butun odamlarning diqqatini o'ziga jalb qilib, ochilib chochilib ketgan ayol hali aytilgandek pashsha talagan bir mevaga o'xshab ko'chada yotgan bilan barobar debdilar. Ayollarga ziynatlanish, kiyinish halol qilingan, faqat erni oldida.
xonadonda o'zini erini ko'zini oldida ziynatlanish, kiyinish bu ayollarga halol. Lekin odamlarning diqqatini tortadigan holatda, shariatimiz ko'rsatgan mezondan, quyushqondan chiqib ketadigan holatda bo'lish harom deyilgan. Bir hikoyada keladiki, bir ayol islom ravnaqi uchun bo'lgan jihodlarda asirga tushib, o'limga mahkum bo'lib, dorga osilishga hukm qilingan ekanlar. Shunda dorni oldiga olib kelayotgan paytlarda aytishgan ekanki, oxirgi so'zni sizga beramiz. Oxirgi dilingizdagi nima gapingiz bo'lsa ayting, nima iltimosingiz bor? Farzandingizni oldingizga olib kelib ko'rsataylikmi? Yo yaxshi ko'rgan bir taomni tanovul qilasizmi? Biron bir dilingizdagi niyatingiz bo'lsa ayting deganlarda, mana oxirgi iltimosim bor. Shu iltimosimni qilsanglar men roziman. Nima iltimos deganda, igna bilan niyna bersanglar. Igna bilan niynani olib kelganlardan keyin nima qilasiz? Asir paytda ko'ynaklarim yirtilib ketdi. Hozir men o'limga mahkum bo'lib dorni tagiga ketyapman. Odamlarning oldidan o'taman. Yirtiq kiyim bilan tanamni ko'rsatib insonlarning ko'zini oldidan o'tishga men hayo qilaman. Qiyomatda qanday javob berishni hisobini men sezib turibman. O'limim oldida ham halol bo'lib, pok bo'lib insonlarning oldidan o'tishni xohlayman. Odamlarning diqqatini o'zimga jalb qiling degan ekanlar. Kiyimlarini tikib turib dorning tagiga borib o'limni bo'yniga olgan ekanlar. Mana shunaqangi holatda bo'lish islomda mutabarrija deyildiki, ya'ni ayol kishi o'zini chegarasida, haddida kiyinishi. Ikkinchisi muhtaram birodarlar, mutamarridalar. Ya'ni do'zaxga o'tin bo'ladigan ayollarning ikkinchi toifasi mutamarrida deyiladi. Hozirgi kundagi oilaviy tanazzullarga bir nazar soladigan bo'lsak, ko'pincha bo'ladigan janjal, mutamarrida degan so'zning ma'nosi eriga itoatsiz bo'lgan ayollar, erga itoat qilishdan bosh tovlagan ayollar. Oilaviy tanazzullarning sabablariga bir nazar solsangiz, bir xil paytda ayollarning mansab egasi bo'lganligi, yo bir amal egasi bo'lib qolganligi, erga qaraganda ustuvorligi, pul topishda, tirikchilikda erdan oldin afzalligi, yo bo'lmasam bir xil ayollarimiz o'zini husniga, malohatiga berilib ketib, uydagi erni mensimay qo'yadigan holatda, erni mensimasdan gapiga itoat qilmaydigan holatda bo'lib ketadigan ayollarning toifasi mutamarrida deyilar ekan. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadis shariflarida aytgan ekanlarki, qaysiki ayol kunida 5 mahal namozni ado etib, Allohning haqqini ado etgandan keyin yilda bir marotaba 30 kun ro'zasini ado etib, ro'zani ado etib, erni haqqini ado etib yurgan, erga itoatda yurgan ayol jannatni qaysi eshigidan kirsa kiraversin degan ekanlar. Ya'ni itoatda bo'lishlik, mensimasdan qoladigan odamlar bor. O'zini kimligini unutmasdan, erni itoatiga, buyrug'iga, amriga bo'ysunmasdan bemalol gap qaytarib, gapirgan gapiga gapini qaytarib turadigan, sanamasman deb turadigan, ustunlik qiladigan ayollarning toifasi mutamarrida deyilar ekan. Mana kecha bo'lgan mavruzamizda mana Salohiddin akamiz qatnashdilar. Oldin ham aytganman, shunaqangi bir jannatda ayollarning toifasi bor ekanki, bir hikoyani ancha yil oldin gapirib eshitgan edik. Bir onamiz 2 haftalik kelin bo'lib bir xonadonga tushgan ekanlar. Shunda kuyov bola 2 haftalik kuyov uzumlarni xomtok qilaman degan maqsadda so'riga chiqib yerga yiqilganlardan keyin umurtqa pog'onasidan lat yeb o'rinda yotib qolgan ekanlar. O'sha paytlardagi doktorlardan tortib ko'zga ko'ringan tabiblarni hammasi nazoratdan o'tkazgandan keyin bu odamni qayta oyoqqa turishiga umid yo'q degan xulosani berganda, kelinni yonlariga chaqirib, siz meni deb shu xonadonga kelgan edingiz. Alloh endi menga dard berib qo'ydi. Endi sizga ijozat. Mana shu dardni berganligidan keyin o'rtamizda hayot bo'lishi mumkin emas. Turmush qiling deganda, erni so'ziga ayol itoat qilib, men shu xonadonga sizni deb kelganman. Nikoh xutbasi ikkalamizga o'qilgan. Qancha bo'lsa, nima mashaqqat bo'lsa endi billa ko'ramiz deb o'sha erkak odam 45 yil o'rinda yotgan ekan. 45 yil o'ringa mixlanib qolgan paytda oq yurib, oq taraf hayotga kelib hech narsani ko'rmasdan, ko'rgani erda nogiron o'rinda yotgan er
shifoxona, kasalxona, dorixonadan boshqa na to'y hasham, na quda-anda, na bir chaqaloq bolani bag'riga bosib emizishdek onalik baxtiga muyassar bo'la olmasdan oxirida erlari dunyodan ko'z yumayotgan paytlarda, jon nazm holatiga kelgan paytda xotinlarni chaqirib vasiyat qilib duo qilgan ekanlar. Yoshligingni, butun hayotingni, borligingni bag'ishlab o'tib ketding. Sanday jannatda ayollar bor ekanki, dunyo hali nafas oladi. Qilgan xizmatlaringga rozi bo'lgin. Men roziman deb ayolni haqqiga duo qilib o'tgan ekanlar. Mana shunaqangi jannatda ayollar, itoatli ayollarimizni hozirgi kunimizda borligi, shularning xulq-atvorlarini tushuntirishlik, bildirib qo'yishlik har bir bandani zimmasida turgan vazifalardan bittasi bo'ladi. Salafi solihinlardan birlari, sahoba-i ikromlardan birlari jihodga ketayotgan paytlarida xotinlariga nasihat qilgan ekanlar. Men jihodga ketyapman. Ketganimdan keyin agar meni ijozatimsiz ko'chaga chiqadigan bo'lsang rozi emasman degan ekanlar. Oradan bir qancha muddat o'tib xabar kelgan ekan. Otangiz sizni yo'qlab turibdilar deganlarda men bora olmayman. Erimga itoat qilib, erimga so'z berganman, rozi emasman deganlar. Ko'chaga chiqadigan bo'lsam er rozi bo'lmaydi. Ikkinchi marotaba xabar keldiki, otangiz betob bo'lib o'rinda yotib qoldilar. Yo'qlab turibdilar deganlarda men bora olmayman, rozi emasman degan gapni aytganlar. Uchinchisi, otangiz dunyodan ko'z yumdilar deb janozaga xabar kelganda ham erim chiqib ketayotganda rozi emasman, ko'chaga chiqsang deganlar. Bora olmayman degan gapni aytgan ekanlar. Erlari kelganlardan birgalikda borib, otani xonadonida fotiha o'qigan ekanlar. Mana shunaqangi itoatda bo'lishlik, ya'ni erni itoatidan bo'yin tovlagan, erga bo'ysunmagan ayol mutamarrida deyilar ekan. Hozirgi kundagi oilaviy tanazzullarning sabablaridan bittasi, oiladagi kelishmovchiliklardan bittasi mana shunaqangi holatda bo'lgan odamlarning borligi. Uchinchi, jahannamga o'tin bo'lgan ayollar vashimalar. Vashima degan so'zning ma'nosi yonoqlari, peshonalari yo kaftlariga igna bilan yozuvchi, suratlarni tushiruvchi ayollarni vashima deylar ekan. Qattiq gunohi og'ir bo'lgan, jahannamda azobi muqarrar bo'lgan gunohlardan bittasi Alloh bergan xilqatni o'zgartirishga harakat qiladigan insonlarning toifasi. Xudo qanday yaratib qo'ygan, tanamizni, a'zolarimizni qanday yaratgan, Alloh bergan xilqatni o'zgartirishga harakat qiladigan vashimalar, ayollar ham do'zaxga, jahannamga o'tin bo'lgan ayollarning toifasidan bo'lar ekan. Jahiliyat davrida, islomdan avvalgi paytlarda buzuq ayollarning toifasi mana shunaqangi badaniga suratlarni chizish bilan ovora bo'lishar ekan. Hozirgi kunda o'zinglar bir insof bilan yetinglar. Ko'chalarga chiqsanglar, o'zimizning millatimizga mansub bo'lgan, o'zbek millatidan chiqqan qaysi birimizni singlimiz, opamiz yo ukalarimizning o'rtasida, kelinlarning o'rtasida ham badaniga har xil suratlarni chizishlik, san'atda olov bo'lib televizorlarga chiqib yurgan san'at ahllarining o'rtasida ham yelkalariga turli xil suratlarni chizib chiqqan insonlarni ham ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Yo bo'lmasam bog'cha yoshida bo'lgan, maktab yoshida bo'lgan qizlarimizga hozirgi kunda Xitoyda tayyorlangan suratlar, nakleykalarni olib kelib qo'llariga yopishtirishlik, yelkalariga yopishtirishlikka ota-onalarning o'zi mas'ul bo'lib turganligini guvohi bo'lib turibsizlar. Bu taqlidmi? Oldiniga bir o'yinchoqni suratni olib kelib yopishtirish, ana undan keyin haqiqiy suratni igna bilan badanga tushirishga imkon yaratib berayotgan ota-onalarning o'zi emasmi? Ya bir nazar soladigan bo'lsanglar, bugungi kunda achchiq bo'lsa haqiqat, surat u yoqda turib, kindigigacha ochib, kindigiga zirak taqib yurgan qizlarning borligi yolg'onmi? Lavlariga zirak taqayotgan qizlar, burniga sirg'a taqib, turli xil holatlarda yarim yalang'och bo'lib ko'chaga chiqayotgan qizlarning borligi yolg'onmi? Bu narsalar kimniki? Kimni qizi? Kimni kelini? Kimni yori birodarlari, jigarlarga mansub bo'lgan insonlar. Islomda og'ir bo'lgan gunohlardan bittasi mana shunaqangi vashimalar, o'zini xilqatiga o'zgartirish kiritib, turli xil harflarni o'yib yozishlik, surat chizishlik, bizni zamonaviy tilimizda aytganda nakolkalarni badanga tushirishlik
islomda og'ir bo'lgan gunohlardan bittasi ekan. Bu faqat ayollarga tegishli emas. O'spirinlarimiz ichida, erkaklarimiz ichida, bolalarimiz ichida ham xuddi shunaqangi yo'llarga kirib qolgan odamlar, badanga naqsh tuzargan, har xil suratlarni tushirishga harakat qiladigan insonlarning borligi haqiqat. Bu islomda og'ir gunoh bo'lar ekan. Og'ir gunohlardan bittasi Alloh bergan xilqatni o'zgartirishga harakat qilish. Mana shular hozirgi kunda ko'payib ketdi. Ko'chalarga bir chiqib nazar soladigan bo'lsangiz, yon atrofga qaraydigan bo'lsangiz, shunaqangi kayfiyatda yurganlar bor. Bular oramizda yashab turgan yor birodar, qavm qarindosh, o'zimizga qarashli bo'lgan insonlarning qizlari. Shu yerda o'tirgan ukalarimizning orasida bo'lsa ham shunaqangi kayfiyatda bo'lgan insonlar bo'lsa, to'g'ri xulosa chiqarib, bu yo'ldan qaytarishga harakat qilish kerak bo'ladi. Endi muhtaram birodarlar, bundan keyingi jahannamga o'tin bo'ladigan toifalarning bittasi homilani inkor qilishlik. Alloh bandaga ulug' bir ne'mat farzandni ato etar ekan, yo'qdan bor qilib tanasiga homilani ato etgandan keyin Allohning kalomi Qur'onda marhamat qilinadiki, kambag'allikdan qo'rqib, faqirlikdan qo'rqib Xudo bergan ulug' ne'matni bolalaringlarni o'ldirmanglar. Bir xil odam eriga ko'ngilsiz bo'lganligidan yoki hayotni og'irlashib ketganligidan qanaqa qilib boqaman, qanaqa qilib kiydiraman deb hali bola tug'ilmasdan turib homilani inkor qiladigan, har xil yo'llar bilan, jarrohlik yo'li bilan, dori-darmon yo'llari bilan hali farzand tug'ilmasdan turib farzandni yo'q qilishga harakat qiladigan ayollarning borligi haqiqat. Balki oramizda o'tirgan yigitlarimizdan, aka-ukalarimizning orasidan qaysi birimizning ayolimiz, qaysi birimizning singillarimizni boshdan shu ishlar o'tgandir. Islomda qotilun nafs, odam qonini to'kish qanday og'ir bo'ladigan bo'lsa, sababsiz tug'ilmagan farzandni homilani inkor qilishlik, yo'q qilishlik ham og'ir gunohlardan bittasi bo'lar ekan. Shuning uchun muhtaram birodarlar, agar farzandni tug'ilishi onani joniga qattiq bir salbiy ta'sir ko'rsatsa, shu bola tug'ilish jarayonida onani salomatligiga yomonlik bo'lsa, onani o'zini hayoti xavf ostida qoladigan bo'lsa, bu musulmon tabiblarning tavsiyasi bilan, musulmon odamlarning beradigan maslahati bilan chora tadbir ko'rishlik mumkin. Lekin hali aytganimizdek, kambag'allikdan qo'rqib yo bo'lmasam bir boshqa sabablarning orqasidan ergashib homilani inkor qilib yo'q qilishlik islomda og'ir bo'lgan gunohlardan, jahannamga o'tin bo'ladigan insonlarning toifasidan bo'lib qolar ekan. Bu narsalardan ham ayollarni qaytarishlikka islom da'vat qiladi. Musa alayhisalomga o'limlarning xabari kelgan paytda, "Ya Rabbim, menga o'limni beradigan bo'lsang, orqamda yosh farzandlarim, bolalarim bor. Bularni endi hayoti nima bo'ladi dedilar." Shunda Alloh marhamat qildiki, "Ey Musa, qo'lingdagi aso bilan yoningda turgan xarsang toshga bir urgin." Musa alayhisalom qo'llaridagi xarsang toshni, asoni xarsang toshga urganlarida ikkiga bo'linib, o'rtasida bir narsani kavshab yotgan qurtni ko'rdilar. Shunda Alloh marhamat qildiki, "Ey Musa, ko'rdingmi, toshning ichida yotgan qurt qumushqani ham nasibasi berish meni rizqim, meni zimmamda. Qimillab yurgan jon egasi borki, rizqi meni zimmamda. Har bir narsani rizqini men beraman. Farzandni bergan Alloh uni rizqini ham o'zi beradi. Lekin shunaqangi odamlarning so'ziga kirib, hayotdagi vaqtinchalik qiyinchiliklardan qo'rqib, homilani inkor qilib yo'q qilishlik ham ayollar uchun og'ir gunohlardan bittasi bo'lar ekan. Endi hali o'tgandek xilqatni o'zgartirish deganda, buni orasiga soch kesishlik, xoliqa deyilar ekan islomda. Alloh bergan, Alloh bergan ulug' ne'matlardan, ayolga bir Xudoni beradigan mo'jizalardan bittasi bu soch bo'lganligi uchun oxirgi paytda soch kechish ham odatga kirib qolganligi, erkaklarga taqlid qiladigan, xuddi kiyinishda ham erkaklardan qolishmaydigan ayollarning borligi ham jahannamga o'tin bo'ladigan toifalardan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, o'zini ayollarga o'xshatishga harakat qilib, ayollarga taqlid qilgan erkakka, o'zini erkaklarga o'xshatishga harakat qilib, erkaklarga taqlid qilgan ayolga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Yaqinda xalqimizga mashhur bo'lgan askiyachilarimizdan bittalari chiqib bir gap aytdilarki, lekin ularning gapida ham ma'qul bo'ladigan jihatlari bor. Ayollarga hayronman. Erkaklarni hamma narsasini olib qo'ydinglar.
Sochimiz oldin qisqarib bo'lardi, sochinglarni podboks qilishni ham o'rgandinglar. Ishim kiyib turuvdik, ishimizni ham olib qo'ydinglar. Mashina minib turuvdik, mashinamizni ham olib qo'ydinglar. Endi olmagan nima narsamiz qoldi degan gapni gapirdilar. Xuddi shunaqangi toifaga borib, erkaklarga taqlid qiladigan ayollarga ham, o'z navbatida ayolga taqlid qiladigan erkakka ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Alloh kalomi Qur'onda erkakka soqolni, mo'ylovni husn qilgan bo'lsa, ayolga nafislikni, silliq yuzni, ipak kiyimdan tilla zeb ziynatlarni ayolga halol qilib erkakka harom qildi. Har bir narsaning o'zini yo'li, o'zini ruhiyati, o'zini yarashadigan jihatlari bor. Mana shu narsani qilish ayolga xos bo'lgan holatda, erkak erkaklikka xos bo'lgan holatda bo'lishlik joiz bo'lar ekan. Endi hattoki odamlarimizning orasida yoshimiz o'tgan sari sochlarni bo'yash yoki sochlarga ulama soch ulash odatlari bor. Bu narsada ham islomda o'ziga xos bir qonun qoida bor ekanki, sochni parvarish qilish maqsadida xinaga bo'yashlik yoki soch to'kilayotgan paytda tabiblarning tavsiyasiga ko'ra biron bir dori-darmon bilan parvarish qilishlikka islom ijozat beradi. Endi o'zimizni yosh ko'rsatish uchun oqargan, qirov bosgan sochlarimizni qoraytirish maqsadida bo'yaydigan bo'lsak, ayniqsa uylanayotgan yigit yoki uylanayotgan odam bir insonga sovchi qo'ygan bo'lsa, sochini bo'yagan bo'lsa, sochini bildirib qo'ysin degan hadis bor ekan. Meni sochlarimga oq oralagan, lekin sochim bo'yalgan degan omonatni yetib qo'ysin. Odamlarni aldayman deb harakat qilmasin. Yo bo'lmasam o'zga millatga o'xshashga harakat qilishlik payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislarida man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Kim qaysi millatga o'xshashga intilsa, meni ummatim emas, o'shalarning jumlasidan degan ekanlar. Hozirgi kunda g'arbga taqlid qilish kuchayib ketganligi, kiyinishda ham, yurishda ham, libos kiyishda ham o'zimizni, o'zbekligimizni unutib qo'yganligimiz, ko'chaga chiqqan paytda erkak bilan ayolni farqiga bormay qoladigan holatlarni borligi bugun haqiqatga aylanib qoldi. Mana shu narsalar muhtaram birodarlar, bugun juma namozida o'tiribmiz. Akalar o'tirishdi, otalar o'tirishdi. Er bo'lgan bir ayolni eri bo'lib, mana shunga mahram bo'lgan insonlar o'tirishdi. Atrofga bir nazar solsak, ko'chaga chiqayotgan singillarimizdan tortib, qizlarimiz, ayollarimizni bir nazoratdan o'tkazib qo'yishlik, o'zimizni, o'zbekligimizga, millatimizga xos bo'lgan shuurni ularga sindirib qo'yishlik har bir ota-onamiz zimmasida turgan vazifalardan bittasi ekan. Endi muhtaram birodarlar, juma namozimizni yana qiladigan mav'izamizdan bittasi diniy idoramizdan kelgan bugungi fatvoda ko'tarilgan asosiy mavzu oxirgi paytlarda yoshlarimizni nasroniylik dinini qabul qilayotganligi, o'zga dinlarga aralashib ergashib ketayotganligi, boshqa bir dindagilarning orqasidan ergashib islomdan yuz o'girib ketayotgan bolalarimiz, qizlarimizni ko'payib ketayotganligi, O'zbekiston hududida missionerlik harakatining avj olganligi, shunaqangi odamlarning orqasidan ergashib dindan adashib qolayotgan insonlarning borligini odamlarga bir tushuntirib qo'yinglar degan maqsadda fatvo kelgan. Missionerlik harakati O'zbekiston Respublikasining qomusiga ko'ra taqiqlangan. Hozirgi kunda chetdan kelib o'zga dinlarga da'vat qilayotgan missionerlarning harakati borligini bilasizlar. Maksim Gorkiy dahasida, Nikitina degan ko'chada bularning asosiy markazlari joylashgan bo'lib, minglab o'zbek odamlar, minglab qizlarimiz, ayollarimiz, hattoki ota-bobolari hajga borgan hojilar, 30 pora kalomulloh qalbiga jo bo'lgan murattab qorilarning farzandlarining orasidan islomdan yuz o'girib, bu haqiqiy din, haqiqiy najot shu dinda ekan, Iso haqiqiy Xudo ekan deb cho'qinib yurgan insonlarning borligi haqiqat. Hattoki bo'ynilariga zunnonni taqib, kresni taqib, o'sha yerda poplik qilib turgan, domlalik qilib turgan, kelgan odamlarga da'vat ishlarini olib borayotgan odamlar ham o'zbek millatidan chiqqan insonlarning borligini ko'rdik. Buni orqasida nima yotibdi? Nimaga bular bu yo'lga kirib ketyapti? Nima majbur qilyapti degan gaplar tug'iladigan bo'lsa, moddiy manfaatdorlik, odamlarning qo'liga pul berish, og'irni yengil qilish, biron bir hojati tushgan paytda shundan foydalanib qolishlik, yetim yesirlarni boqadigan yetimxonalarni ochishlik,
yetimlarga o'sha yerda mas'ullik qilishlik, rahnamolik qilishlik, ota-onalik qilish yo'li bilan ularni shu dinga olib kirishlik. Qiynalib yurgan odamlarga dori-darmon kerakmi? Uy-joy kerakmi? Kitob kerakmi? Boshqa narsa kerakmi? Pul kerakmi? Qo'llariga pul berib, mablag' berib, odamlarni shu yo'lga ergashtirib ketayotgan insonlarning borligi haqiqat. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, bizni qiblamizga qarab yuzlangan insonlar, bizni ibodatimizni ado etib turgan insonlar, biz so'ygan qurbonliklardan, halol qurbonliklardan yegan insonlar Allohning himoyasida debdilar. Agar bu narsadan yuzlangan inson, bu narsadan chetlangan inson bizdan emas, ya'ni meni ummatim emas degan ekanlar. Bunaqangi dindan adashgan, dindan qaytgan odamning nomi murtad deyiladi. Murtad degan odam o'lsa janoza ham o'qish u yoqda tursin, oyog'idan shunda sudrab chuqurga tashab kelishni hukmi berilgan. Shunaqangi adashib qolayotgan bolalarimiz ko'payib ketdi hozirgi kunda. Borib o'sha joylarda sig'inib yurgan odamlarning borligi ko'payib ketdi. Yoz fasllarida bu havo joylarda, tog'larning tepalarida lagerlarni tashkil qilib, bolalarni olib o'sha lagerlarda dam oldirib, bo'yinlarida har xil gaplarni qilib, o'shalarning miyasiga noto'g'ri tashviqotlarni sindirib, missionerlik harakatlarini avj oldirib, islomdan bolalarni chalg'itib, o'zga dinlarga olib kirib ketayotganligi, uyga kelgandan keyin Iso haqiqiy din ekan deb, ota-onasini tashviqotiga qarshi chiqayotgan bolalarning paydo bo'lganligi haqiqat. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Bolalaringlar bor, o'g'il qizlaringlar bor, atrofda yurgan odamlar bor. Shularning xatti harakati qanaqa bo'lib turibdi? Kimlar bilan yuribdi? Qanaqa joylarga borib turishibdi? Bepul kitoblarni olib kelib odamlarga tarqatayotgan insonlar bor. Xushxabar degan kitob, Alloh Iso degan kitoblar, Isoni qalbi degan muqaddas degan kitoblar, mana shunaqangi sifatli kitoblarni chet ellarda bostirib, o'zbek tiliga tarjima qilib, odamlarni nasroniylik diniga olib kirishga harakat qilayotgan insonlar bor. Dinda zo'rlash yo'q, lekin zo'rlab turib odamlarni shunaqangi buzg'unchi tashviqotlarga olib kirib ketayotgan odamlarning harakati taqiqlangan. Shu narsani diniy idoramiz bugun mavzu sifatida yuborilgan ekan. Mana shu mavzuni ham sizlarga yetkazib qo'ydikki, hammanglar boxabar bo'lib turinglar. Haqiqiy din, qiyomatda Allohning nazdida maqbul bo'lgan din islom deyilgan. Mana shu islom dinini mahkam tutib, sof islomni farzandlarimizga o'rgatib, e'tiqodda, dinda adashmasdan qilgan e'tiqodimiz bilan Allohning rahmatiga noil bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin.